Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun dunyodagi tunji cho'chqa bo'rikini odamga almashtirish operatsiyasi muvaffaqiyatli bo'lganlik to'g'risida qisqa bir xabarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Yaqında Amerika'nın New York şəhəri joylashgan New York Universiteti qarmağındakı doktorxana mutaxassislari mushu cho'chqaninki bo'rikini odamga almashtirib muvaffaqiyat qozongan bu operatsiya sinaq taraqqisida ilib berilgan bo'lib, gin jihatda o'zgartish kirgizilgan cho'chqaninki bo'rikini minisi o'lgan, ya'ni sun'iy nafaslantirish orqali hayoti davom qilayotgan bir odamga almashtirib tajriba qilib muvaffaqiyat qozongan, ya'ni cho'chqaning bo'riki odamga yo'tkalgandan keyin u normal inson bo'rikidek xizmat qilib sudik ishlab chiqargan ham badanda ishlab chiqargan qoldiq moddalarniki qondagi miqdori yuqorilab ketmagan. Ya'ni mundaq chiqqan vaqtida bu börek adam badanidagi qoldiq moddalarni tozalab sudik ishlab chiqarish iqtidoriga ega bo'lgan, jami 50 soatdan ortiq kuzatgandan keyin bu börekni yaklash ahvoli bo'lmagan. Ya'ni normalda insonlar bilan hayvonlarniki orasida farq nihoyatda cho'ng bo'lganligi uchun yaklash nihoyatda kuchli bo'ladi. Hatto insonlar orasidami shu yaklash sababidan organ almashtirishniki muvaffaqiyat bo'lish darajasi tuvan bo'ladi. Hayvonlar bilan odamlarning farqi nihoyat zo'r bo'lganligi uchun bu xil yaklash texmi cho'ng, biroq bu New York Universitetidagi bu tadqiqotchilar shu yaklash masalasini hal qilish uchun bu cho'chqaninki genida o'zgartish paydo qilib, odam badaniga yo'tkalgandan keyin odam badani u cho'chqaninki bo'rikini yaklamaydigan holatga keltirgandan keyin bu operatsiyani qilib muvaffaqiyat qozongan. Bu hozir qadar dunyoda tunji qatimliq shu xildagi operatsiya hisoblanadi. Hammamiz bilgandekidek bu organ almashtirish insonlarda organ almashtirish operatsiyasininki kun sayin pishib yetilishi va insonlarninki umrining uzurishiga ergishib insonlar orasida shu organga ehtiyojli bo'lgan bemorlarning soni kun sayin ishib bormoqda. Bu butun dunyo miqyosida o'xshash bir ahvol bo'libmi bak taraqqiy qilgan davlatlarda insonlarning organga bo'lgan ehtiyoji kun sayin ish berayotgan bo'lg'achqa bu organga ehtiyojli bo'lgan bemorlar ninki organga saqlaydigan vaqti odatda 3-4 yildan ortiq bo'ldi. Misolan shu Amerikadami shu organga saqlash jarayonida har kuni 17 odamninki organga erisholmay o'lib ketadiganligi ma'lum. Shu sababdan ba'zi davlatlarda shu organ almashtirish operatsiyasi orqali pul tepish uchun qonunsiz organ ilishdak ahvollar mavjud. Bo'libmi bak Xitoyda bu xil ahvol nihoyat ig'ir bo'lganligi uchun xalqaroninki tanqidiga uchrab kelmoqda. Bu qitim muvaffaqiyat qozongan bu cho'chqaninki bo'rikini insonga almashtirish ishininki muvaffaqiyat qozonishi shu bundan keyin insonlarninki organga bo'lgan ehtiyojini qondirishda alohida ahamiyatga ega deb qaralmoqda. Albatta bu tunji qitimliq bir sinaq taraqqisida ilib berilgan operatsiya bo'lg'achqa uninki reallikqa aylanishiga xeli uzun zamonlar kerak. Lekin shundaqdimi bu butun dunyo miqyosida
alayida diqqat qo'zg'agan, ya'ni muvaffaqiyat qozongan tunji e, hayvon organini odamga almashtirish operatsiyasi bo'lganligi uchun bu mutaxassislarniki alayida diqqatini qo'zg'agan. Şunun bilan bir vaqtda bu masala mushu axloq fazilat masalasiga tutashgan bo'lg'achqa, bo'libmi bak hayvon haqlarini qo'g'daydigan tashkilotlar bu operatsiyaga, ya'ni bu muvaffaqiyatli bo'lgan operatsiyaga qattiq tanqidiy fikrlarini bayon qilib, bayonotlar e'lon qilgan. Ular bu bu xil tadqiqotniki yoki bu xil operatsiyaniki axlat ilm-fan tadqiqotiga tabe ekanligi, biz insonlarniki alayida shaxsiyatchiligi sababidan bu o'ziga ehtiyojli bo'lgan organga erishish uchun hayvonlarni xohlagancha o'ltirishga bo'lmaydiganligi to'g'risida alayida tanqidiy bayonotlarni e'lon qilgan. Bugungi bu qisqacha xabarni sizlar bilan mushu yergacha o'rtoqlashmoqchi. Bu haqda tafsiliy uchurlarga erishmoqchi bo'lgan qarindoshlar Google'dan izlab baqsa bo'ladi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Xayr xo'sh. Allohga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.